Assalomu alaykum. Ismim Hamidulloh, yoshim 18 da. Marg'ilonlikman. 2025-yil noyabr oyida Codial akademiyasida kiberxavfsizlik kursini muvaffaqiyatli yakunlaganman. Va o'sha vaqtdan beri Codial akademiyasida kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha ustozimga yordamchi ustoz sifatida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Ishlab kelishim davomida 15 dan ortiq sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Bu sertifikatlarni olish davomida juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch keldim. Bu sertifikatlar ichida eng kerak bo'lgani Computer Hardware Basic, Introduction to Cyber Security Junior Analyst, Ethical Hacker. Ushbu sertifikatlarni olish davomida juda ham ko'p bilimlarni egalladim. Bu bilimlarni o'rganishim davomida kompyuter servislari bo'yicha xizmat ko'rsatish fikri ham paydo bo'ldi. Hozirda aynan shu loyiha bo'yicha o'ylab turibman. Ushbu olgan sertifikatlarim aynan kiberxavfsizlik sohasidan boshqa yana sohalarga ham foydasi tegan bo'lar edi. Ushbu darajaga yetib kelishimga sababchi bo'lgan ustozlarimga va ota-onamga, Codial akademiyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.